Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 15-kuni payshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xalqarada kuchli ta'sir va nopusga ega bo'lgan Yevropa musulmonlari munbirining 14-aprel chaqirılgan tor muhokama yig'inida Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylandi. Mazkur yig'inga alayda taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim yig'inda qilgan so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining islomiyatga qarshi eng chong dushmanligining Sharq Turkistonda elib berayotganligi dalil isbotlari bilan xalqaroga oshkorlanib kelingan va Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlari g'arb ellarining kuchli qarshiligiga uchrab kelgan bo'lsa-mu, afsuski islom ellari hukumatlarining Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va islomiyatga qarshi elib berayotgan jinoiy qilmishlariga qarata asosiy jihatdan sukut qilib turib olish pozitsiyasida bo'lib kelganligini, hatto ba'zi islom davlatlarining Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini oqlashga urinib kelayotganligini tanqidladi. Yevropa musulmonlari munbiri bo'lsa Yevropa davlatlaridagi nopuzliq muftiylar va islom ulamolaridan tarkib topgan bo'lib, Pokistonning bosh ministri Imron bu qadimgi yig'inning kun tartibida so'z qiluvchilar qatoriga kirgizilgan bo'lsa-mu, ammo uning tuyuqsizlik texnik sabablarni bahona qilib yig'inga qatnashmasligiga diqqat qo'zg'adi. Kuzatuvchilar xalqaro Xitoyga qarshi aktiv harakat elib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning yig'inga taklif qilinishi, Xitoy bilan eg'iz burun yolishib yurgan Pokistonning bosh ministri Imron Niyozining yig'inga qatnashmasligidagi asosli sabablarning biri bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Imron Ahmad Niyozi bo'lsa hozirga qadar xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sukut qilib olish, hatto Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ochiq-oshkora qo'llash bilan izchil ayblashga uchrab kelmoqda. Yevropa musulmonlari munbirining raisi Abdulvahid Niyozi apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi yig'in Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Malayziyaning sobiq muavin bosh ministri Anwar bin Ibrahim apandi bu navbatlik yig'inning muhim ishtirokchilarining biri edi. Dolqun Aysa apandi yig'inda qilgan so'zda yana kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumlari, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini tamoman yo'qotish uchun elib berayotgan turli jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga islom davlatlarining hukumatlarini, islom tashkilotlarini, shundaqla barliq musulmon xalqlarni Xitoyning jinoiy qilmishlariga qarshi jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Dolqun Aysa apandimdan keyin so'z qilgan Angliya yuqori palatasining sobiq a'zosi Nozir Ahmad apandi Dolqun Aysa apandimning Uyg'urlar masalasi haqida qilgan bayonlarini to'liq muayyanlashtirish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi islom dunyosining o'rnidan dasturdigan paytning olliburun yetib kelganligini, islom davlatlarining Amerika boshchiligidagi g'arb ellari tomonidan boshlatilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi harakatga aktivlik bilan ovoz qo'shib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yevropadagi 40 dan ortiq davlatdagi yerlik musulmon xalqlarga vakillik qiladigan Yevropa musulmonlari munbiri keyingi yillardan buyon Uyg'urlar masalasini o'zlarining muhim kun tartiblarining biri qilib kelgan bo'lib, o'tganda maxsus Uyg'urlar masalasi haqida bir qancha qitim muhokama yig'ini chaqirgan edi. Muhofizachi gazetining xabar qilishicha, Angliya parlamentining Avom palatasi 22-aprel Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilish to'g'risidagi bir xitobnomani ovozga qo'ydi ekan. Agar bu xitobnoma ma'qullansa, Angliya Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilgan 4-davlat bo'lib qoladi ekan. Muhofizachi gazetining bildirishicha, xitobnomada Avom palatasi Xinjiang rayonidagi Uyg'urlar va boshqa etnik, diniy osonliklarning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotganligiga ishonadi deyilgan. Shuningdek, Angliya hukumatining irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasidagi majburiyatini ado qilishi va boshqa xalqaro qonuniy vositalarni qo'llanib, irqiy qirg'inchilikka xotima berishi talab qilingan. Xabarda aytilishicha, xitobnomaning hukumatni majburlash kuchi bo'lmasa-mu, biroq ko'p sondagi parlament a'zolarining Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qildi deb ayblashining diplomatik va axloqiy ta'sir kuchi bo'ladi ekan. Bu xitobnomani sunug'uchilar Avom palatasidagi har qaysi partiyalardan bo'lgan 3 dan 2 qism a'zoning qo'llashiga erishishini umid qilmoqda. Xabarda Angliya Avom palatasining irqiy qirg'inchilik to'g'risida kollektiv qaror chiqarishi oz uchraydigan ahvol bo'lsa-mu, biroq buning o'rnaklarining borligini, Avom palatasining 2016-yili 0 ga qarshi 278 ovoz bilan islom davlatining Suriyadagi yazidiylarga irqiy qirg'inchilik qilganligini e'lon qilganligi ta'kidlangan. Yaponiyaning eng chong pomidor qiyomi shirkati Kagumi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan pomidorni import qilishni to'xtatish orqali Xitoyning Uyg'urlarning xo'rilishi sababli Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni to'xtatgan g'arb shirkatlarining sepiga qo'shilgan.
Kuzatuvchilarning aytishicha, bu Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishliq sohalarga berilgan yana bir zarba ekan. Yaponiyadagi Nikkei Asiya torining xabar qilishicha, Kagome shirkatining bir vakili bu vaqtda qilgan so'zida kishilik huquq masalasining bu qarorning chiqarilishidagi asosli omil ekanligini aytgan. Kagome shirkati bo'lsa Uyg'ur masalasi tufayli Sharq Turkiston bilan savdo qilishni to'xtatgan Yaponiyadagi tunji cho'ng shirkat deb qaralmoqda. Dünya Uyghur Qurultayının Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili İlham Mahmud efendimning istansimizga bildirishicha, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumiga qarshi xalqaro kundan kunga ish berayotgan norozilik harakatlari sababidan Xitoy bilan savdo aloqasi qilayotgan Yaponiya shirkatlarimi Uyg'ur majburiy emgakiga chetilib qolmaslik uchun jiddiy tekshirish ilib berishga boshlagan va Sharq Turkistonga munosabatli savdo setiqlarni qora tizimlikka ilib, uningdan uzoqlashishning qo'yiga tushgan. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motoga 6 aprel Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda so'zlashganda Uyg'urlar masalasini alayda tilga olgan va Xitoyning konkret harakat qo'llanib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini yaxshilashni talab qilgan edi. O'tgan hafta Amerikadagi New Yorkliklar jurnalida e'lon qilingan Xinjiangdagi zarbadan qutulish nomli ziyorat xotirasida Sharq Turkistondagi Bengtuanga qarashli Kuytun shahridagi jazo lageridan qutulib chiqqan Anar Sabit ismli bir qozoq qizining guvohlik bayonlari berildi. 2 soatdan ortiq davomlashgan ziyorat xotirasida bayon qilinishicha, lagerda ko'rgan ahvollar va u yerdagi tutqunlar haqida guvohlik bergan qozoq qizi Anar Sabit bayonida yana Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Dunyo Uyg'ur Qurultayı Xitoy ishlari komitetining mudiri Ilshod Hasan Ko'kburi apandining Kuytundagi lagerga qamalgan 2 singlisi haqida o'zi bilgan ahvollarni anglatgan. İlşad Hasan Ko'kburi apandining Erkin Asiya radiosiga bildirishicha, u mazkur xabardan uning 2014-yili tutqun qilingan cho'ng singlisi Elnur va 2016-yili oxirdan buyon aloqasi uzilib qolgan ikkinchi singlisi Zulfiya, uning eri Olimjon va cho'ng qizi Zumray qatorliqlar oila bo'yicha Kuytun lagerga qamalganligidan xabar topgan. İlşad Hasan Ko'kburi apandi Kuytun temir yo'l doktorxonasida sestralik xizmatini ishlaydigan cho'ng singlisi Elnur Hasanning o'zining Amerikadagi faoliyatlari sababli 2014-yili 8-oyning 15-kuni tutqun qilinganligini bildirdi. İlşad Hasan Ko'kburi apandining bildirishicha, cho'ng singlisi tutqun qilingandan keyin, ya'ni 2016-yili 8-oy mezgilida opasi bilan telefonda oxirgi qitim ko'rishgandan keyin oila a'zolari bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilgan. O ikkinchi singlisi Zulfiya qatorliqlarning 2017-yili tutqun qilinganligi haqidagi uchurni oradan 4 yil o'tgandan keyin New Yorkliklar jurnalida e'lon qilingan Xinjiangdagi zarbadan qutulish nomli ziyorat xotirasidan bilgan ekan. İlşad Hasan Ko'kburi apandi yana New Yorkliklar jurnalida e'lon qilingan ziyorat xotirasidan o'zi sabablik singillarining Kuytun lagerida tahdidga uchrash, qiyin qistoqqa ilinish, ikkinchi singlisi Zulfiyaning qiyin qistoq sababidan hushidan ketish, cho'ng singlisi Elnurning lagerdan bir qancha oy g'oyib qilingandan keyin og'ir ruhiy zarbaga uchrashdagi ahvollarni bilganligini aytdi. U yana mayli chet ellarda faoliyat qilayotgan Uyg'urlar bo'lsin yoki o'zining normal o'qish xizmat hayotini davomlashtirayotgan Uyg'urlar bo'lsin, ularning vatandagi urug' tuqqanlarining Xitoy doiralari tomonidan har xil tahdid, hatto qonunsiz tutqun qilinish qismatlariga uchrayotganligini, Xitoy doiralarining muhojiratdagi Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlariga zarba berish orqali Uyg'urlarga qaratilgan ruhiy jihatdagi besimni hassilab kuchaytirayotganligini ta'kidladi. İlşad Hasan Ko'kburi apandi bo'lsa uzun yillik fidokor siyosiy faoliyatchilarimizning biri bo'lib, ilgari u Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi, Dunyo Uyg'ur Qurultayı Ichki ishlar komitetining mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan. Hozir bo'lsa Dunyo Uyg'ur Qurultayı Xitoy ishlari komitetining mudiri va Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi bo'lib, Twitterda 21 mingdan ortiq agash kuchisi bor. Germaniyadagi TRR universiteti Xitoyning jazosiga javoban Kunzi institutining barliq faoliyatlarini to'xtatganligini jakarlagan. Germaniya universitetlarida 2016-yilga qadar 20 ga yaqin Kunzi institutlari qurilgan bo'lib, yillardan buyon bu institutlarni ba'zi Germaniya parlament a'zolari, huquqliq kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning tashviqot organi, josuslik markazi deb ayblab hukumatdan uni taqashni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ko'rinarli bir natijaga erishamagan edi. 2020-yilga kelganda Germaniyadagi Hamburg universiteti bilan Düsseldorf universitetidan iborat 2 donglik universitet Kunzi institutlari bilan bo'lgan barliq to'xtamni amaldan qoldirganligini jakarladi. Bu Germaniyadagi Kunzi institutlarini tozalashning bir muqaddimasi bo'lib qolgan edi. Germaniya Dolqinlar radiosining 12 apreldagi Xitoyning jazosiga qarshi TRR universitetidagi Kunzi instituti dars to'xtatdi nomli xabariga asoslanganda, kommunistik ideologiyasining ijodchisi bo'lgan Karl Marksning yurti TRRdagi mashhur TRR universiteti oldingi hafta bayonot e'lon qilib, Kunzi institutlarining barliq faoliyatlariga xotima berganligini jakarlagan. Mazkur bayonotga TRR universitetining mudiri Mikhail Jekil bilan Kunzi institutining Germaniya tarafdori bo'lgan mudiri Mark Oliver imzo qo'ygan.
Teryer Üniversitetining Konzi institutini taqishiga 22 mart Yevropa İttifaqı Uyg'urlar masalasi sababli Xitoyga qarshi jazo e'lon qilgandan keyin Xitoyning o'ch ilish xarakterida e'lon qilgan qaytarma jazosi sabab bo'lgan. Xitoyning qaytarma jazosi tarkibidan Yevropa İttifaqıning parlament a'zolari Uyg'urlar masalasi bo'yicha mustaqil tadqiqotchilar bilan birga Germaniyadagi Mercator Xitoy tadqiqot institutimi o'rin olgan edi. Halbuki Mercator Xitoy tadqiqot institutining qurg'uvchisi Sebastian Xaylmun bilan Kristen Shikofer qatorliqlar o'z navbatida Teryer universitetining o'qituvchilari edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishi bilan 16 aprel kuni Zaydin Yusuf va Barin inqilobi haqida maxsus tur muhokama yig'ini o'tkazildi. Siyosiy faoliyatchilar, tadqiqotchilar, jurnalistlar va shohidlarning qatnashishida o'tkaziladigan bu qitimqi muhokama yig'inida 1990-yili 5-aprel yuz bergan Barin inqilobining borliqqa kelish jarayoni, uning milliy mustaqillik harakatimizga o'ynagan roli, Barin inqilobining Xitoy tarafidan qonliq bostirilish jarayoni, Xitoyning Barin inqilobiga bergan bahosi, Zaydin Yusuf boshchiligidagi Barin qahramonlarining kurash hayoti, Barin inqilobining hozirgacha xalqimizga bilinmagan taraflari qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy analiz va muhokama ilib beriladi. 16 aprel juma kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti soat 18 da, Almuta vaqti kech soat 21 da boshlanadigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dünya Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qaydamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.